Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu yana bir ishimizni yakunladik. Bu yerga ham MDF ham akfobkil o'rnatib berdik. MDFlarimiz ham karishniy svetda bo'ldi. Xudo xolasa 08 lik MDFda bo'ldi, 06 emas. Ichiga reykalari ham konkretniy qalin qilib to'qildi. Xudo xolasa kesaklari ham yog'och bo'lgan. Laklarni turadi qilib sepib berdik. Yopilishlari ham cho'tki bo'ldi. Bir qanotli eshiklarimizga 4 tadan petla qo'yib berdik. Hop, MDFlarimizni obzor qilib beramiz bugun. Asosiy MDFlarimiz qalinligi 0.8 bo'lgan. Ichida bunaqa tuxum kilitga boshqa narsalar yo'q. Xudo xolasa hammasi reyka bo'ldi ichlari. Og'irligi ham o'ta og'ir. Laklari turetskiy sepildi. Bu yerga ikkita rom, ikkita bir qanotli eshik, bitta ikki qanotli eshik olib berganmiz lola fasonda. Osha-moshalarni ham 4 ta qilib qo'yib, zamonlarni ham xudo xolasa o'rtacha xizmat qiladiganini qo'yib berdik. Chekasiga yumshoq bo'lish uchun rezinkalar qo'yib berganmiz. Rezinka faqat bir tomonda bo'ladi. Bu yoqlari o'zini yog'ochda o'zi yopishib turadi, chiroyli bo'lib. Shu ozgina rezinkaga haqonni rezinka qo'yiladi chiroyli qilib. Ichiga podagonni qo'yib berdik, hammasini tagiga. Romlar ochilishlari ham o'rtadan bitta akfani singari ochiladi, xudo xolasa. Ikkita bir qanotli eshigimiz ham 220 ga 90 bo'ldi. Romlarimiz 130 ga 150 bo'ldi. Ikki qanotli eshigimiz bor, 2 metrga 1.17 bo'lgan. Bu eshigimiz yo'q bo'lishi ham o'ta chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Ikkita rom qo'yib berganmiz. Bundan tashqari 3 ta rom, bitta eshik olib kelganmiz akfaga. Uni ham tayyorga podagonni qo'yib berdik. MDFlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, kvadratini 900 mingdan qilib o'rnatib berdik. Metr kvadrat 900 mingdan chiqyapti, xudo xolasa. Yaxshi xizmat qiladigan qilib qilinyapti. Unaqa bozordagidaqa arzon bo'lib birga tashaveradigan emas, xudo xolasa. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 lik 909 95 91 94 lik 070 680. Hammalarga rahmat. MDF yog'och aka bo'yicha xizmat bo'lsa murojaat qila olasizlar.